16 oktyabr kuni Jahon sog'lom ovqatlanish kuni nishonlanadi. Bu kun Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda BMT oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan. Bugun studiyamizga taklif etilgan mutaxassis bilan dunyo bo'ylab ovqatlanishga oid dolzarb muammolarni muhokama qilamiz. Ular O'zbekistondagi muammolardan qay darajada farq qiladi yoki balki umuman farq qilmasligini aniqlaymiz. Bugungi mehmonimiz Luigi Graton, Herbalife kompaniyasining ta'lim bo'yicha vitse-prezidenti, dunyodagi vazn nazorati va sog'lom turmush tarzi bo'yicha birinchi brend vakili. Janob Luigi, sizni yana O'zbekistonda ko'rganimizdan juda xursandmiz. Bu mamlakatimizga birinchi tashrifingiz emas. Demak, allaqachon bizning o'zbek taomlarimizni, jumladan palovimizni ham tatib ko'rganingiz aniq. Yes. Nice. Yana qaytib kelganimdan xursandman. Rahmat, sizni yana ko'rib, studiyada bo'lish yoqimli. Bu mening ikkinchi tashrifim. O'tgan yili kelgandim. Bu safar hali palov tatib ko'rmadim, lekin o'tgan yili yegandim va ta'mini juda yaxshi eslab qolganman. Bu juda mazali. Palov chindan ham bizning g'ururimiz. Bu mamlakatning vizit kartochkasi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ammo uni muvozanatli taom sifatida baholash mumkinmi o'zi? Yeah. Yeah, I wouldn't call it a balanced dish, and it's for a variety of reasons. So, number one, I'm a big proponent of having. Aytish mumkinki, palov to'liq muvozanatli taom emas. Unda uglevod va yog'lar bor, ammo oqsil nisbatan kam. Kunlik oqsil me'yorini olish uchun taxminan 1,5 kilo palov yeyish kerak bo'ladi. Bu albatta biroz ortiqcha. Shu sababli uni muvozanatli ratsionning bir qismi deb bo'lmaydi. Ammo buni yaxshilash yo'llari bor. Palovni me'yorda iste'mol qilib, uni oqsilga boy boshqa mahsulotlar bilan to'ldirish mumkin. Tovuq go'shti, yogurt, tuxum, pishloq va hokazolar. Shunda u muvozanatli ovqatlanishning bir qismiga aylanadi. In protein, whether it's chicken, yogurt, eggs, cheese, things like that. Lekin u holda bu endi palov bo'lmaydi-da. That's true. It wouldn't be. To'g'ri, aks holda bu endi umuman boshqa palov bo'lib qolardi. Ammo boshqa yo'llarini topish mumkin. Shuning uchun men uni me'yorda iste'mol qilishni va oqsil to'ldirish uchun boshqa mahsulotlarni qo'shishni tavsiya qilgan bo'lardim. Hozirda hamma ratsionda oqsil yetishmasligi haqida gapiradi. Yuqori oqsilli mahsulotlarga talab ortib bormoqda. Ammo 10-20 yil avval bu muammo deyarli hech kimni tashvishlantirmas edi. Nega oqsil shunchalik muhim? Yes, it's a great question. It seems that protein is trending more. Juda yaxshi savol. Oqsilning mashhurlashgan sababi shuki, odamlar uning organizm uchun qanday ahamiyatga ega ekanini ko'proq tushunib boryapti. Eng asosiysi odamlar bilishi kerakki, oqsil ratsionda mutlaqo zarur. Uglevod ko'p kerak emas. Organizmga faqat birozgina yetarli. Qolganini u boshqa manbalardan ishlab chiqara oladi. Uglevodlarni hatto oqsildan ham sintez qilish mumkin. Yog' ham ko'p kerak emas. Ozgina bo'lish kifoya. Ammo oqsilning ma'lum miqdori har kuni tanaga zarur. Keling, avval oqsilning nima qilish haqida gaplashaylik. Tanangizda barcha mushaklarni o'ylang. Ular harakat qilganingizda, nafas olganingizda, o'tirib turganingizda, hatto qon bosimingizni muvozanatlanishda ham ishlaydi. Tananing turli xil mushaklari bor va oqsil nafaqat ularni qurish uchun, balki saqlash uchun ham zarur. Bu sizning skelet mushaklaringiz, qo'l, oyoq va qorin mushaklari. Shuningdek, yurak mushagi va silliq mushaklarga ham taalluqlidir. Bu asosiy qism. Keyin esa tanangiz bo'ylab harakatlanadigan qolgan hamma narsani o'ylang. Qizil qon hujayralari, oq qon hujayralari, oziq moddalar tashilishi, bularning barchasi turli oqsillarga bog'liq. Oqsil, ya'ni oziq-ovqat oqsili bularni hosil qilish uchun zarur. Shuningdek, immun tizmingiz uchun ham. Sport zalga borganda yoki bu ulkan studiyangizda zinapoyadan chiqib tushganingizda ham mushak to'qimalaringiz shikastlanadi. Uni qayta tiklash va yanada kuchliroq qilish uchun oqsil kerak bo'ladi. Demak, oqsilning tanada juda ko'p vazifalari bor va u mutlaqo zarur. Turli xil tavsiyalar mavjud, ammo biz bilamizki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu yerda O'zbekistonda aniq ko'rsatma beradi. Tana vaznining har 1 kilogrammiga taxminan 1,5 gram oqsil. Masalan, mening vaznim qariyb 100 kilo. Demak, men har kuni taxminan 150 gram oqsil iste'mol qilishim kerak. Kilogram of body weight that you have. So, I'm about 100 kilos. I need 150 grams of protein every single day. Rahmat, foydali maslahatlaringizga tomoshabinlarimiz ham rioya qiladi deb umid qilamiz. Endi asosiy mavzuyimizga qaytsak. Jahon sog'lom ovqatlanish kunini ta'sis etishdagi dastlabki maqsadlardan biri jamoatchilik e'tiborini ochlik muammosiga qaratish edi. Ammo hozir butun dunyo, jumladan O'zbekiston ham ortiqcha vazn epidemiyasiga duch keldi. Statistikaga ko'ra, so'nggi 5 yil ichida O'zbekistonda semizlik tarqalishi 5 baravarga oshdi. Balki endilikda favqulodda choralar kerakdir. Yes, it's a great point. So first of all, you're right.
Juda yaxshi savol. Avvalo, ochlik muammosi mavjud va hali ham rivojlanayotgan mamlakatlarda oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanmagan joylar bor. Bu kattalar orasida ham, bolalar orasida ham kuzatiladi. Lekin savolingizga qaytsak, semizlik va ortiqcha vazn bu haqiqatdan ham global mavzu. Ayniqsa O'zbekistonda. Agar statistikaga, ko'plab davlat tashkilotlari ma'lumotlariga va Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga qarasak ham, 5 yil ichida, ya'ni 2030-yilga borib, ehtimol mamlakat aholining yarmi ortiqcha vazn va semizlik muammosiga duch keladi. Bu ko'rsatkichlar G'arbda, AQSh va boshqa davlatlarda ham shunday. Hatto Sharqda, Xitoyda ham. U yerda ham bu raqamlar keskin va juda tez o'smoqda. Buning sababi oziq-ovqat ta'minoti va bizning ovqatlanish tarzimiz, ratsionning o'zgarishi va jismoniy faollikni kamayishi. Chunki bugun mehnatni yengillashtiradigan juda ko'p qurilmalar bor. Biz esa vaqtimizni ko'proq telefon va ilovalarda o'tkazamiz. Endi biz avvalgidek ko'p jismoniy mehnat qilmaymiz. Shu sababli bu katta muammo. Bu biz albatta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan eng muhim masalalardan biridir. Men butun dunyoda kuzatilayotgan ortiqcha vazn muammosiga qarshi nima qilishimiz mumkinligi haqida aniq narsalarni aytib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda, ta'lim juda muhim. Biz bilamizki, bunga jamoat salomatligi tashkilotlari, O'zbekiston hukumatı, xususiy tashkilotlar, o'qituvchilar, hatto siz kabi ta'sir kuchiga ega insonlar, influenserlar ham hissa qo'shish kerak. Chunki bu haqida gapirish birinchi qadam. Bu juda muhim. Ikkinchidan, albatta hukumat qonunchiligi orqali qilinadigan ishlar bor. Ya'ni qonunchilik bo'g'ini. Masalan, bolalarga qaratilgan reklamalarda juda shirin yoki yog'li mahsulotlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. Bu haqida jiddiy o'ylashimiz lozim. Men bo'lgan ayrim mamlakatlarda tuz va shakar miqdori yuqori bo'lgan mahsulotlarga soliq joriy etilgan. Shuning uchun qonunchilik organlari juda muhim rol o'ynaydi. Buni aniq tushunishimiz kerak. Bu qilishimiz bo'lgan eng ravshan qadamlardan biridir. Uchinchidan, bu ijtimoiy muhandislik. Shaharlarni yanada velosipedchilar uchun qulay qilish mumkin. Ko'proq yugurish yo'laklari, bog'lar yaratish kerak. Shunda bolalar ham, kattalar ham tashqariga chiqib, sayr qilishi va sport bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi. Va nihoyat, to'rtinchidan, bu texnologiyalar. Hozir odamlar turli xil gadjetlardan, taqib yuriladigan qurilmalardan foydalanmoqda. Ular o'z holatini kuzatib, nazorat qilishlari mumkin. Bu jarayonni biz nafaqat hozir ko'ryapmiz, balki kelajakda ham ko'ramiz. Bu allaqachon sodir bo'lyapti. Siz o'zingiz ham wellness gadjetlardan foydalanasizmi? Yes, I do. I do use some wellness gadgets. I've got my iWatch on right now. Ha, men ba'zi gadjetlardan foydalanaman. Mana hozir qo'limda iWatch bor. U yurak urish tezligimni o'lchaydi. U uyqum sifati haqida ham ma'lumot beradi. Bugun mehmonxona sport zalida 5 mil yugurganimda saturatsiya, ya'ni qonimdagi kislorodning maksimal miqdorini tekshirdim. Dam olish paytida va yuklama paytida yurak urishimni ham kuzatdim. Bugun farovonligimizning juda ko'p jihatlari ana shunday qurilmalar yordamida kuzatilmoqda. Bu haqiqatdan ham ajoyib. So much of our health is tracked now with wearables. It's incredible. Yakunda amaliy savol bermoqchiman. Qanday qilib to'g'ri ovqatlanishimni anglashim mumkin? Mening ratsionim muvozanatlimi yoki yetarli darajada oqsil bormi? Menda ortiqcha vazn bormi umuman? Qanday chora ko'rishim kerak bo'ladi? It's great. Well, the first thing I would say is, because one of your questions before was asking about O'zbekistonda oqsil va an'anaviy taomlar haqida savolga javoban aytishim kerakki, men bir narsani aytmay o'tdim. Oqsilning boshqa manbalari ham bor. Pishloq, tovuq go'shti, baliq, go'sht. Kecha oqsilga boy turli xil taomlardan iborat juda ajoyib kechki ovqat qildim. Bularning barchasini iste'mol qilish mumkin. Ammo ko'pchilik odamlar oqsil qo'shimchalariga murojaat qiladi. Masalan, protein kokteyllariga. Men ham ularni har kuni kamida 1 marta, ba'zida 2 marta ichaman. Ayniqsa har kuni mashq qilayotgan paytlarimda. Chunki shunday kunlarda menga albatta qo'shimcha oqsil kerak bo'ladi. Siz ham o'zingizning sevimli oqsil manbaingizni toping. Bu protein kokteyli bo'lishi mumkin yoki yengil tamaddi. Masalan, bir qopcha yong'oq. Bularning hammasi yaxshi. Shaxsan men kokteyl va batonchalarni yoqtiraman. Eng muhim narsa sizga yordam bera oladigan odamni topish. Bu ovqatlanish bo'yicha maslahatchi bo'lishi mumkin. Kim bo'lishi muhim emas. Do'st, murabbiy, hamkasb, faqat oziqlanish asoslarini biladigan va sizning ratsioningizni tekshiradigan, tana tarkibingizni o'lchay oladigan odam bo'lsa kifoya. Mening soatim faqat ayrim narsalarni ko'rsatadi xolos. Tana tarkibimni, yog' foizini bilish uchun men sport zalga boraman. Bunday o'lchovlarni amalga oshirib
oshirib beradigan ko'plab ovqatlanish bo'yicha konsultantlar bor. Ular ovqatlanish va mashq rejasi tuzib berishi va to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga o'rgatishlari ham mumkin. Aytgancha, bunday mustaqil maslahatchilarning ko'pi men ishlaydigan Herbalife kompaniyasi bilan biznes yuritadi. Biz ularni mustaqil hamkorlar deb aytamiz. Ular murabbiylik qilishi, mashq bo'yicha maslahat berishi mumkin. Ko'pincha bular onlayn tarzda bo'ladi. Ularni Facebook, Instagram va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda topish mumkin. Menimcha eng muhimi, hech kim bu yo'lda yolg'iz qolmasligi kerak. Bitta qishloq kerak bo'ladi. Rim ham bir kunda qurilmagan degan maqollar bor. Odamga har doim qo'llab-quvvatlaydigan jamoa kerak. Bu juda muhim. Shu bois menga bizda mustaqil hamkorlar borligi yoqadi. Ular haqiqatdan ham sizning jamoangizning bir qismiga aylanadi va yordam berishlari mumkin. The fact that we have all these independent distributors who really support you on your team. Ammo barchada ham masalan gadjetlardan foydalanish, sifatli va to'g'ri ovqatlanish uchun imkoniyatlar bo'lavermaydi. To'g'rimi? You know, one of the beautiful things that I've noticed is that Bilasizmi, men payqagan eng chiroyli narsalardan biri bu men ishlaydigan odamlar hamjamiyat yaratishni juda yaxshi bilishadi. Masalan, siz studiyada ishlaysiz. Sizning o'z hamjamiyatingiz bor. Muxbirlar, prodyuserlar, rejissyorlar, bu hamjamiyat va siz muayyan turmush tarzi, muayyan madaniyatda yashaysiz. Bizning muvozanatli ovqatlanish va sog'lom hayot tarzi sohamizda o'z hamjamiyatimiz bor. Bu ovqatlanish bo'yicha bizning konsultantlarimiz. Lekin bu hamjamiyat har doim jismonan bir joyda bo'lishi shart emas. Onlayn hamjamiyat, hamjamiyat bo'lishi mumkin. Odamlar onlayn sog'lom tarzi klublarida taom va qo'shimchalardan bahramand bo'lishadi. Ba'zilari Zoom qo'ng'iroqlarida yig'ilishadi, oqsilga boy kokteyllarni ulashishadi, aloe vera va turli o'simliklardan foydali ichimliklarni ichishadi. Shuning uchun menimcha eng asosiysi qanday hamjamiyat bo'lishidan qat'iy nazar, uni topish va unga qo'shilish. Shunda siz katta qo'llab-quvvatlashga ega bo'lasiz. So I think the key is whatever community that you can find that community, get plugged in there, and you get tremendous support. Janob Luigi, juda ham mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Umid qilamanki, barcha teletomoshabinlarimiz bizni diqqat bilan tinglab, sog'lom turmush tarziga oid maslahatlaringizni albatta hayotlariga tatbiq etishadi. Meni taklif qilganingiz uchun rahmat. Biz esa sizni yana O'zbekistonda kutib qolamiz. I'm looking forward to coming. Yana kelishga harakat qilaman. Thank you.